o'zingizga qanaqa baho berasizlar hozirgi paytda? Umuman qanaqa darajada olasiz? Qanaqa holatda? Hozir zo'r emas. Bundan ham zo'r qilsa bo'ladi. Zo'r paytingiz o'tgan deb o'ylaysizlarmi? Hali endi yengilliklar qilib odamlarni jalb qilish mumkin agar odam izlansa. Lekin shunaqa fikr bor-ku, umuman boshida zo'r edi degan narsani eshitasizlarmi o'zingiz? Ko'p eshitamiz. Bunga qanaqa baho berasizlar? Nima deysizlar shunga? Nima deb o'ylashingiz? Endi baribirga boshida yengil narsa baribirga qiziq bo'ladi. Uni tanovul qilish ham masalan siz bilmagan ovqat kelib qolsa, siz uni mazza qilib yeysiz-da. Yeyursiz, borib u sizga oddiy narsaga o'xshaydi. Oddiy taom hisoblanib qoladi-da. Unga pripravalar ham qo'shsa bo'ladi, birga sizlar bilan bersa bo'ladi, kecha so'yi bilan. Albatta. Shunaqa qilsa bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lyaptimi ijodida? Mana shunaqalarni ustida izlayapmiz-da. Men tinchni o'zim sezishim bo'yicha bor. Uni saytda ham yozdim. Turlanishlar bo'lyapti. Lekin baribir o'sha oldingi umuman maz deydigan fikrlar borligiga nima sababligini tushunmayman. Balki efirga chiqmaguningizcha efir ham ko'p rezultat beradi. O'sha mana shu narsaga to'g'risini aytsa, o'rganish bo'lib qolar ekan-da. Biz mana masalan ijodni boshlaganimizda efirga chiqmasdan ijod qilganimizda bizni qiziqroq bo'lgan-da insonlar. Hozir efirga chiqib qo'ydik-da, lekin efirga chiqqanimizdan keyin hozir ko'rinmay qolganimiz uchun ko'pchilikning fikri bo'yicha biz ijod qilmayapmiz. Chunki insonlarni biz o'sha ekranga, efirga o'rgatib qo'ydik. Nima efirda yursiz? Endi masalan, yo'q, kliplar yo'qsizlar, oxirgi deb bilaman. Uni birinchi o'zida hech qanaqa 7-tarafdan o'zim tashlagan. Endi biz ham o'shani bilamiz-ku. Javobini ham aytishingiz sizlarga so'rasangiz, nimaga? Endi biz so'radik, oborib ko'rsatdik. Ko'rsatsak, aytishdiki, bu klip o'tmaydi. Sabab? Sababini bilmadim. Unda aytmaysizlar, qanaqa klip olaydi masalan? Va tol yoniga tushamizmi, chalasizmi, tol orqasidan chiqa boshlaydigan moslashdi. Ular bilishim bo'yicha qaysidir kanallar yoshlarni o'zini klipmeykerlari olish kerak ekan deb. Shunaqa ham bitta qilib qo'ydi, yengillikda mana bu ham. To'g'ri, boshqacha palasi o'qiydi. Mana shu tol bog'larda ko'chada bor, inshootlar qizib o'tizan. Nima bilan bugun faxrlana olasizlar? Nima bilan? Savol yo'q. Haljarligini faxrlanadi. Endi banalari yo'qsa, halimizni tutmaymiz. Endi hammasi oldin. Yo'q. Bu nima bilan faxrlanadi? Ochuvchasiga narsaga erishdi. Bunga xursandmiz, lekin faxrlanamiz. Endi xursandmiz. Faxrlanadigan narsaning umuman yo'qmi? Grupdan oldi, grupdan o'sha bilan faxrlanadi. Eng yaxshi guruhni oldi. Nima bilan faxrlanadi? Yosh bo'lishimizga qarab bayramiga chiqdi shundan ham faxrlanadi. Katta san'atkorlar o'qigan qizi chiqdi. Undan faxrlanadi. Kecha Bluetooth'da edi. Keyin telefonga o'tdi. Efirgacha chiqdi. Faxrda ham достижение. Efirga ham chiqdi. Saytga chiqishdi. Bugungi darajada nima birinchi kursa olib berganman, bilan faxrlanasizlar. Endi baribir kimlardir prodyuser orqali pultga qanaqadir bir ko'tarilishga erishadi. Sizlar endi hammaga ma'lum, qaytarmasam bo'ladi, savol bermasam bo'ladi. Qanaqa ko'tarilganligi o'zingizlarning kuchinglar bilan, qiyinchiliklar bilan, balki harakatinglar bilan. Endi hurmat darajasi haqida gaplashmoqchi edim. Masalan, bu hozir har bitta necha yoshdasiz hozir? 23. Endi o'sha paytlar endi подросток deymizmi, o'smir paytida bo'lganda-ya, o'ttiga yig'ilgan savollarda ham shu bor-da. Million guruhi siz haqingizda hazillarni qanday qaraysiz? Ular buni oldindan ogohlantiradi. Sizlarni bittasi, ikkinchisi qaysiki kulgili konsertlar bo'lsa, hammasida umuman tanqid ostiga olinadi. Qani
million va bir qancha jamoalar. Ularning birortasiga e'tiroz bildirgansiz yoki tanqidni har doim ham to'g'ri qabul qilasizmi? Millionga oldingi oldinmasdan ogohlantirishadi. Qanaqa o'tadi bu shou tarzi oldinmasdan ogohlantirishadi. Asliga reklama deb bo'ladi deyishadi. Millionda birinchi dollar bilan gaplashganimizda aytuvdilar, sizlar haqida hech nima yo'q dedi. Birinchi konsert bo'ldi. Sizlar haqida umuman gap yo'q dedi. Lekin birinchi konsertga tushganimizda o'zi gapirish. Endi bu narsaga biz misol uchun yomon qaramaymiz. Hazil qabul qilamiz. Qabul qilamiz. Masalan, qanaqa hazil bo'lishini qat'iy nazar yaxshi hazil bo'lsa, yaxshi qabul qilamiz. Endi hazil deb turibdi o'zi nomi. yaxshi hazil ko'p emasmi deydi. Men aytolmadim, faxrlanadigan narsalar bor, lekin qanaqadir o'sha hurmat darajasi to'g'risida ham o'ylash vaqti kelmadi. Mening fikrim bo'yicha уже palku перегнули. Слишком. Mening fikrim bo'yicha-da. Men o'ylaymanki, nimaga ko'p unaqa qilishadi? Chunki odamni nima deydi? Odamlarning qalbiga kirgan odamlardan foydalanish, menimcha bu komik temada osonroq. Qiziqarli. Ko'ngliga tezroq kira olish uchun ishlatiladi-da. O'zi bekorga jasurning uyqusidan turayotgan nechta ashula chiqarib odamning qalbiga kirish bilasizmi, o'zi oson emas. Bizda shu bizda. Shulardan foydalanishadi. Shuni aytolman, mana o'sha birinchi bergan savolimdan kelib chiqib qoldi. Faxrlanadigan darajaga erishgansizlar baribir-da, lekin hurmat darajasi-chi? Ashulalarimiz mana shunaqa ana qizlarga qanaqa qilib aytiladi. O'sha yig'laganlar deb o'ylayman. Как раз keyingi savolim shu haqida edi. Nima uchun haligacha mardonavor yoki jiddiy qo'shiqlar kuylamayapsizlar? Mana shu gapingizga jiddiy qo'shiqni kuylayapmiz. Muhabbat borasida. Yo'q, muhabbat borasida emas, boshqa mavzularda kuylayapmiz. Insonlar shuni bizdan talab qilyapti. Lekin biz unaqa qo'shiqni kuylasak, u qo'shiqlar insonlarga yoqmaydi. Qaysi masalan? O'sha eski ashulalarni aytib, o'sha oldingi o'sha yo'nalish so'rashyapti-da bizdan. Biz hozir qaysi yo'nalishda qo'shiq kuylashni ham bilmay qoldik-da. Eski yo'nalishdami yo'q, yangilik qidiraylikmi? O'zinglar nima xohlayapsizlar? Biz o'zimizni yangilik xohlaymiz, nima xohlaymiz? O'sha jiddiy aytgan ashulalar qaysilar? Primer. Jiddiy, qanaqa ma'noda jiddiy aytasiz? Yo, aytasiz. Boshqa mavzularda-da. Vaqt, ona, do'st, vatan, ana yaqinni shukur degan qo'shiqni chiqardi. U qo'shiqdan biz to'g'risini aytsak, juda ko'p narsa kutuvdik-da. Chunki bu narsa bizning o'zimizga yangilik bo'ldi. Lekin xalqqa eski stilda 2 kun 3 kunlik ashula chiqaza oldi, tez yasab albatta. Boshqa ko'p rezultat berdi-da. U rezultat berdi. Lekin biz o'zimiz kutgan narsa o'sha boshqa mavzudagi qo'shiq bergandir. Nima? Sezmadi. Lekin biz sezmadi. Men baribir orqasiga ishlaydigan ham, kitlar ham baribir hammasi muhabbat. Lekin hammasi muhabbat mavzusi. Bu tarafda faqat bitta narsa qo'shsam, yo'q, faqat bitta narsa qilmaymiz. Beradi. Orada o'sha odamlar qiziq bo'lishi uchun ham boshqa mavzularda kuylab turamiz. Hozirgi kunda boshqa mavzudagi qo'shiqlarimiz nisbatan ko'proq-da. Oldingiga nisbatan ko'proq. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, faqat ummonga emas, umuman san'atni olib qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik yigitlarimiz obrazni qilayotganda yig'layapti shularda. Endi sizlarniki to'g'ri-ku? Мыснуля касается. Да. Но sizlar benom va yana boshqalar shu jasur yurtdan juda ham ko'p namoyish qo'shilib. Men yaqinda bitta mavzu ko'tardim. Nima uchun bizning yigitlarimiz mardonavor qo'shiq aytmayapti? Masalan, ayollar aytganda ko'pincha nimaga Hosila Rahimova zo'rash bo'yki anaqa kurash to'g'risida aytadi. Ot minish chavandozliklar haqida aytadi. Nimaga Setora borsan qo'shiqlarni, qora mavzularni o'sha qizlar ko'targanda, bizning yigitlarimiz jimda faqat o'ldim, tashab ketding, 7-etaj alvido. Shunga javob she'rlar bilan ko'proq bo'ladi. Bizda unaqa narsa. She'rlar bilan yozadilar. Yo'q, mana masalan, Hosila Pamma misol qo'yamiz, Setora guruhini misol. Ayollar aytdi jangovar. Endi ularni san'atga kirib kelish yo'lida mana shu qo'shiqlar bilan kirib kelganda insonlar qabul qila olmaydi. Hammasini ayta olmaymiz, Setora qo'shiqlar kirmagan. Setora u qo'shiqlar bizdagi bilan
yoshlar bor, sevadigan. Baribirga nisbatan unaqa boshqa mavzuga qo'shuvlar ko'p bo'lganda, sevgi mavzulari. Yangilik xohlaymiz do'stlar. Hech bo'lmasa yangilik sifatida askarlar uchun deymiz ham. Yoki mashinani yaxshi ko'rayotgansiz. Mashina to'g'risida. Sizlar Instagram davomsizlar, nidlar intervyu prosta o'zim uchun o'zi faqat bu yo'l bor-da, manda. Sizlar nima bilan shug'ullansizlar bilmayman, buni ko'raman. Faqat shu. Menda faqat yoki bo'lmasa xayrli kech. Uxlayotgan, uyqudan turgani. Oyog'ini oladi. Mana shunaqa boshqa mavzularga qo'shuv qilishga haykib qoldi, qo'rqib qoldi. Sababiki bizni kutgan narsa bo'lolmayapti. Qo'shuvni insonlar qabul qilolmaydi. Bitta aytgan qo'shig'inglar bilan sizlar agar bitta emas, qoladigan bo'lsanglar, menimcha risk-ku baribir. Har bitta qo'shuvingiz masalan mashina to'g'risida deyapsiz, u to'g'risida bor-da o'sha. Plan qilingan. Ustida ishlayapti. Endi bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Bugungi kunda raqobatchi bor deb o'ylaysizmi? Bugungi kunda umuman qarasa, shu biznesda raqobatda o'zi kuchli. Sababiki kundan kunga yangi san'atkorlar, yangi ijodkorlar va uning ustiga o'sha ustoz san'atkorlar ham hozirgi kunda ijodga qaytyapti. Kuzatib borsangiz. Kimlar masalan? Masalan, Ozoda Nursaidova o'zlari ijod qilib boshladilar. Mana Shoira Otabekova qaytib ijod qilib boshladilar. Sevara Nazarxon ijod qilyaptilar. Ko'pchilik misol sevadi. Yo'q, sizlar ularni o'ziga raqobatchi borasida qarasaylik. Yo'q, men nima demoqchimanki, mana shunaqa ustoz san'atkorlarimiz baribir ijod qilishsa, biz ularga qarab talpinamiz-da. Nimadir qilishga harakat qilamiz. Yangi ijodkorlar kelib chiqursa, biz nima deydi? O'z o'rnimizdan yo'qotmaslikka harakat qilamiz. Bunaqasiga harakatda bo'lamiz-da. Ish prosesini kuchaytiradi. Bu raqobat kuchli-da, lekin bizga manba raqobatchi yoki biz bunga raqobatchimiz deb ayta olmaymiz. Chunki biz raqobatlash uchun emas, o'zimizni deydi, niyatlarimizni, maqsadlarimizni amalga oshirish uchun ijod qilamiz. bo'ldi deydi. Yo'q, maralj emas, bu banalni. Maralj kokos. Bananli emas, bananli. Bananli sinonimi. Sinqasi chiqqan yo'qki. Men aniq bilaman-da, san'atkorlar masalan o'zining yo'nalishidan chiqib kelgan qanaqadir bitta raqobatchisi bo'ladi. Ana qarshi vaqtda bizaniga o'xshabda, nima qilish kerak? Bizlar vaqtda busiz iloji yo'q-da. Masalan, sizga juda faqat o'zingizdan ustimizda ishlaymiz, kuzatmaymiz deb. Mana hozir o'zingizga gapingizdan siz hammani kuzatayotganingizni bildim. Ozodani qaytayotganigacha bilar ekansiz. Vaholanki bu juda eski yangilik emas, yangi yangiliklardan biri-da. Buni bilar ekansiz, kuzatib, молодец, men hurmat qilaman. Bir xil san'atkorlar qaysi gazeta yo qaysi shu xonandan bilmayman deydi-yu. Hatto o'sha hamma biladi-da. O'zini oladi shunaqa yo'qmaydi. Yo'q, kanaldan qaysi kanal deganlari ham bor-da. Sholjahon akamda Navo kanali bor. Yo'q, qanaqa topdi? Hatto yonida yozadi ishlar ko'rsatadi. Siz mana shu menga yoqqani shu javobingizni, shu Ozodani qaytganidan dasha xabaringiz bor ekan. O'shani aytaman-da, baribir o'zingizlarning yo'nalishingizdagi balki benom bo'lishi mumkin bu ijodini kuzatasizlarmi? Deylik benom deydi. Meni fikrim bo'yicha hammani ijodi. Hammaning. Jasur G'oyipov bilan siz hozir endi Periganka o'ynayapsizlar-da. Hafta sekin ko'p qo'shuvchi qaytib bo'yicha. Sizlar rekordinglarni uzyapti. Ya'ni o'zyapti sizlar. Ana aytilgan ashula to'g'risida bu yerda so'rashuvda ham Jasur birinchi aytganmi o'shani yo sizlar birinchi aytgansiz? G'oyip birinchi aytib chiqargan, keyin menga telefon qilib aytdiki, что kimdir saytiga qanaqadir bir notebookni olib ichidan tashlab olgan ekan. Boshqa narsani vaholanki tashlab olish kerak bo'lgan. Qo'shib boshlarni ham demo variantini, men ijro etgan variantini tashlab oldi. To'g'ri. Bu mana shunaqa javob oldim. Ashularni o'qib bergan. Ashularni men yozib berdim. Подождите. Birinchi avtor kim aytgan u? Kimniki u? Avtor u mendan sotib olgan o'sha. Kim? Jasur G'oyipov uchun yozilgan qo'shiq. Ha.
u demo o'zinikini chiqardi, keyin meniki aytilgan variant chiqib ketdi orqasidan, o'zi tanib, o'zi aytdi, işte chiqarib, meni qo'limdan chiqib ketdi deb. U demo emas, u videoni versiya emas. Demo versiya. Ben unga xuddi shunaqa aytib berganman-da, işte bu tayyorlanib o'rgansin-da, qanaqa etish kerakligini. A потом etish uchun mana shunaqa bo'lib qoldi. Ben kelgan. Qo'lni katta qilib qo'ydim saytga. Esimda yo'q. Yoki to'g'rilab qo'ydim, o'zi mana shunaqa ekanda-da, xatdan bilay. Lekin rasmlarni tushadi. Keyinchalik hamkorlik ben bilan sразу aytgan, bu 2-15 tashni bilgishingiz, men aytdim sразу yo'q. Men 15 tashni ishlayman. Bitta-ikkita ishlashim. Nega sizlar ham unga o'xshagan mashinasizlar chiqarib olasizlar shular? Biz o'zimiz biz o'zimiz qolib ketamiz. Agar faqat Mayli, nima? Ijodida bilan Yo, yana biri bor, uzoqda yozib. Dilorom Omonullayeva to'g'risida bu yerda savollar berishdi. Menda ham bor. O'qituvchi. Darakchida o'qituvchi. Amanullayeva o'qituvchi. Qani darakchi degan. Amanullayeva degan o'qituvchi ham bor edi. Adashmasam, To'g'ri, bastakor. Kumush Razoqovani o'chmas qo'shiqlarini yozib bergan. Bastakor Dilorom Omonullayeva. O'qituvchi ham to'g'ri, dars beradi. Men o'zimni savolimni eshitishdan oldin o'qib beraman, bittasini bergan savolidan. Darakchida Ummon guruhini Dilorom Omonullayeva tanqid qilib turadilar. O'zi bitta ellik. Yonlariga borib Dilorom opa, bizga siz xohlagan saviyali qo'shiq yozib beringchi, hit bo'larmikan deb ko'rmaysizmi? Sayyod.com. Shunga deyish kerak. To'xtatdi. Borasizmi? Ya to'g'ri. Javob qaradi, to'g'ri. So'rab ko'rish kerak. Zo'zdan qo'yilgan O'zi o'qidinglarmi tanqidni? O'qidim. Tanishdinglarmi? O'shadan. Yo, yaqinda. Bundan 3 hafta oldin, 3ta sonni oldim. Sonni. Munisa Rizayeva bilan birga tanqid ostiga olingan. Boshqa tarafdan faqat Dilorom Omonullayeva fikr bilan yuritsa, shou-biznesda faqat Sakjana, Sevara Nazarxon va o'zlarining o'quvchilari, albatta uchalasi o'zlarining o'quvchilari va Aysel Balich ijro qilish kerak bo'ladi-da. Faqat guruhlar bo'lishi kerak emas, menimcha. Hech bo'lishi kerak emas. Turfalikda nima uchun? Masalan, xo'jalarda ham men juda unaqa tanqid qilmayman-da, to'g'risi. Bo'lishi kerak. Masalan, Rossiyada juna bor, makar, har qanaqa yo'nalish bo'lishi kerak. Endi qancha Shu gapni aytmoqchi edim-da. Qaysi programa svoya programma. Bir borish niyatingiz yo'qmi birontasi? Bizga mos saviyali yozib qo'ygan. Endi boramiz, lekin hozir emas. Yo'q, endi yoshingiz o'tgandan keyin o'sha yosh o'sgan sari qo'shuv saviyasi ham baribirga o'sish kerak. Yoshingiz o'tgandan keyin Dilorom Omonullayeva yoshi nechi bo'ladi? Endi men yaqin 10 yil ichida aytaman, xudo xolisa. Hayot bo'lib tursa, albatta boramiz. Sizlarning uchalaringlarni ham musiqiy anaqalar yo'q-a? Yo'q. Men harakat qilmaysizlarmi? Harakat. Qanaqa? Vokal. İşte vokal har kuni improvizatsiya. O'zi rasmiy hujjatlashga imkoniyatlar bor shekilli, o'zi obrazovaniylar qanaqa sizlarni? Bizaniki o'rta. Oliy. imkoniyatlar bor shekilli. Mana Osiylar yaxshi olib ketadilar. Buni topshirdilar. Harakat qilib, endi bo'lmadi. Xudo xolisa keyin yana harakat qilamiz. Qayerga topshirdi? San'at o'rnidan. Keling. Yo'q, faqat men topshirdim. Endi erkak kishi erta kechiyu kirgunimizcha topshirib ko'rgan. Bu borada ham tanqid bo'lsa kerak-a? Qaysi bola? Mana shu borada musiqiy anaqasi ma'lumoti yo'q degan tanqidlar bo'lganmi? Juda ham ko'p bo'ladi. Bo'lgan. Bunaqalardan bundoq qolsa ko'p-ko'p. Hurmatdan internetda ko'rganimizda tarqalgan. Mana bu o'qishdan haydalgan bo'lgan, mana bu o'qishga kirmagan, lekin veliki люди-da shu yerda ko'rsatilgan. Mana shunaqani avatlaringga qo'yib qo'ysanglar. Musiqiy obrazovание javobimiz shu-da. Endi so'nggi paytlik shou-biznesda bo'layotgan narsalar bilan sizlarga ham bog'liq tarafi bor deb eshitdim. Hozir yaqinda suhbat boshlashdan oldin Munisa Rizayeva va uni ma'muri to'g'risida hozir bilasizlar hamma. Sizlarning ma'muriylar Islom degan yigit edi.
Shunga yaqin voqea bo'lgan. Tushundim savolingizni. Yaqin voqea bo'lgan. Bo'lgan. Lekin qochib ketmadi. Ha. Shu. U atrofga qilveraman dedi. Qilveraman dedimi? Qilveraman. Yo, keldi, ketdi, qaytganidan ham xabarim bor-da, keyin. Qaytmadi, lekin ketdi. Ketdi. Undan oldin yo'qki ketish ham bo'lgandi, esimda. Ha, qimilchida turuvdi-da, qimillab turuvdi. Keyin oxiri qimillab turgandan sinib tushdi. O'zi uli sizlarni sinfdoshinglarmi? Bolalikdan birga doktor bo'lganmiz. Qanaqa bu? Endi hayron bo'ldim. Qanaqa? O'zi bitta tushuncha bor-ku, nima deysizlar shunga? Zo'r o'rtoq bo'lgan odam ko'pincha ishda birga zo'r bo'ladi yoki zo'r ishchi bo'lgan odam zo'r o'rtoq bo'la olmaydi degan narsa. Mana shunaqa narsalar bo'ldi shunaqa. Endi hozir ayni damda qanaqa munosabat? umuman munosabat. Gapni ochig'ini aytadigan bo'lsak, endi bolalikdan birga katta bo'lib turib, yuzingizga oyoq qo'ygan odamni uni qanaqadir javob bo'ldimi? Uzr so'rash yoki uzr o'zini sabablarini eshitib ko'rdingmi? Masalan, bormikan? sababini ko'p eshitganmiz. Lekin biz u sabablarni eshitishimizdan oldin juda ko'p ogohlantirganmiz. Juda ko'p marta podдержка ham qildi, qo'llab-quvvatladi. Davay, yordam berdi, gapirdi, foydasi bo'lmadi. Oxiri shu darajada bo'ldiki, hamma narsaga biz aybdor bo'lib qoldik. Shuncha yordam qilib turib, biz aybdor bo'ldik. Narsalarni qilib, mana shu kelib yonimga bordi, mana ish bo'lib qoldi. Mendan o'tdi, desa bizga gap yo'q, uni ham yordami tegandi bizga. O'shanga aytaman, bolalikdan o'sgan, anchadan bo'lmasa tez o'tib ketaman deb savoldan. Bo'pti. O'sha narsalarni bilib turib, hammadan aybdor. O'zi ko'rib turib, o'zi bilgan qanaqa qiyinchilik bilan kelganmiz. Oxiri o'zi ham keldi bizga, birga ishladi. Zo'r hammasi yaxshi ketib turibdi. Bilmadi, o'ngga chapga qoldi. Kelgan savollar ham bor ekan. Ummon yigitlari qachon uylanishadi deyshibdi. Xudo xolasa, yaqin. Keyingi hafta. Har kuni uylanaman emas. Yaqin 2 yil ichida balki undan ham tez bo'ladi. Endi sizni tushunamiz, sizni bilamiz. Siz qachon yashamagansiz, sevganingiz bor, ahd paymon qilgansiz, uylanish. Mana bu ikkita qism o'yindan doim. Gapir. O'zingizdan gapiraveradi. Nimaga Shohrux o'zi shuni aytmaydi deyshibdi. Bitta o'zi. O'ylab ko'rdik, bo'lmadi bu savol. Одноклассники saytida Ummon guruh sahifasida brendingizda belgisi nega olib qo'yildi? O'shanga biz hayronmiz. Bizga xato qilib qo'ydi. Mana so'rasi harflar bor. Shriftlarni o'zgartirib qo'ygan. Kimdir kirib. Shunaqa bo'ldi. Uni o'zgartirsa olib qo'yadi. O'zgartirib O'shan kimdir o'zgartirdi. Kimdir kiryapti-da, biz o'zimiz bilmaymiz. Kirib rasmni qo'yadimi, 21-22 sentyabr konsertga yozib qo'yadimi? Anu Bekov bor. Biz o'zgartirib qo'ydik deb parolni. Qayta o'zgartirib olishdi. Keyin so'radi, avval o'zgartirmaylar, baribir bizda bo'ladi. Men bilan sizlarni Rayhon G'aniyeva bilan duetda ko'rish istagan muxlislar ham bor ekan. Men zo'r bo'lardi deyapti. Rejalar ketyapti. Rejada duet kuylash bor, lekin kimligi hali noma'lum. Aprelgacha qilolmadim. Takliflarchi? Takliflar bo'ldi. Kimlardan? Lekin kimda? Bo'ldi. Ayta olmaymiz. Nima uchun chatovdi? Nima uchun qo'shiqlarda naqolatni birgalikda kuylaysizlar? Oxirgi payt faqat birga kuylar. U yozib qo'yuvchi sayratgan. Yo'q, mani savol, mani fikrim umuman boshqacha edi. Sizlar naqoratni ham hammasini baravar kuylayverasizlar. Kim qat'iy masalan bo'ladi-yu masalan, o'zinglarni ajrata olmaydiganlar. Yangi odamlar deydi. Boshlarda Zohid partiyasida hammalar aytib turibsiz. Kim qatdan biladi, kim aytib turibsiz. Oxirigacha shunday mikrofon tushirish yo'q. Hech qachon yo'q. Hozir lekin oxirgi ashulalarda o'sha hammalarni отдельный partiyalarni sezyapman. Yaxshigina ajratishga joy bor.
ko'proq aytibdi bular ham. Sizni anaqangizga молодец, har xil manierada aytasiz. Zohidga savol. Xudo ko'rsatmasin, yaqin kunlarda sochingiz kalb to'kilib ketsa, qani sahnada ishlay ko'rasiz. Ikkita olamiz. Ikkita olamiz. Ikkita olamiz. Ikkita yo'q hozir. Bu vitrina bolam. Sizni unaqa savol berish, anaqa muammongiz yo'qmi? Men unaqa savol berish. Cho'chis to'kilyapti deb aytdingiz menga. Parikmakerskiga borganman. Yo'q, unaqa muammolar yo'q. Davlat men peshinamni o'sib ketyapti. Shohruxga tasavvur qiling, to'yingiz bo'lyapti, lekin kelinning otasi sizga to'yingiz kuni ertalab Zohid bilan Jasur to'yga chaqirmaysan dedi. Siz nima qilgan bo'ldingiz? Chinnimisan? Qaynotangizga To'g'risi. Shu payt qaynotam meni eshitadigan payt. Lochimdek pampo'rdan berib. Yo'q. Endi shunaqa deyapsiz-da, to'yingiz bo'lyapti. Qanaqa Chaqirmasa ham kelib olamiz biz. Hop, men aytmayman, lekin ular o'zi ketib kelsa-chi, desam. Chaqirsin, to'yin kunini ham aytma. Boramiz ular. Bitta savol berdim, men buni sal tushunmadim. Menimcha hamma shularni bilmagan ko'rsiga, balki siz tushunarsiz. Xo'p. Nima bunaqa bir xil silda ashulalar, masalan, ana endi yig'la degan ashuladek Jasur aytgan Odil barim degan joyi kim deyatigi o naslarim ko'p yotibdi. Endi yengashlarda ham shunaqa odib boshlanadi. Yo'q, endi bu stilistikada shunaqa. Siz bularga o'zi bundoq qilganda taqsimlab berasiz, siz taqsimlab berasiz bularga. Siz buni o deb ko'rasiz endi. Yo'q, nima desa bo'ladi? Vizitning kartochkasi. Ha, janr shunaqa-da bunga yarashadi-da bunaqa narsa. Bunga nima? Bu unaqa aytsa yarashmaydi. Bunga nima yarashadi? Bunga deb yarashadi. Vokalli ham narsa yarashadi. O'sha ana endi yig'la bilan kimda edi ijro. Mashhurgacha o'xshayishganda qaraydi. Bir-biriga o'xshaydi. Birinchisi u ashalam bor, keyin u nastarim bor, u dilbarim bor. Bir xil farqlashadi. Bu 7-qavat. Siz aytasiz-ki, hozir mana taqsimga yarashadi, yarashmaydi deyapsiz. Lekin tajribani o'zingiz qilishingizni men ko'ryapman. Nimaga bularga tajriba berdingiz? Nimaga o'zgaradi yoki? Xuddi o'zgaradi, prosta Boshi shunaqa. ana endi yig'la Masalan, bilan qo'rqmasa tajriba qilganingizni ko'ryapsiz. Har xil ovozda aytyapsiz. Har xil молодец bu tajribada bor. Masalan, sizga ham yarashmaydi deysiz. Yo'q, to'g'ri savol berildi. Ana endi yig'la bilan kimda ya'niki ijro o'xshaydi, bir-biriga yaqin. Faqat o'sha yerda o'xshab qolgan, lekin boshqalari o'xshamaydi. Lekin ikkala shunida ham shu joylari yaxshi rezultat berganda. Odamlar Ummon guruhidagilar doimo sevgi muhabbatni kuylashadi. Ko'pincha nima uchun ular shunchalar ko'p sevilib, azob chekib, tashlanib, yana qayta va qayta sevishgan yigitlarmi? Baribir cho'pon boshidan o'tganini aytay deydi-ku. Zohidga. Avvallar. Endi sana Zohid ko'p sevgan. Zohid yozadi. Endi sevish vaqti keldi. Biz o'zimizga ham yoqadi, to'g'ri. Shunaqa yo'nalishda aytish to'g'ri. Maza qilib aytamiz. Osonroq yozishga ham, ijro qilishga ham, aylanishga ham yaxshiroq. Sevganda yaxshi ko'p. Shohruxxon qo'shiqlarida ko'p Guli ismi keladi. Ummonchilar sizlarda yoqtirgan qiz bola ismlari shuncha takrorlanadimi? Yo'q, bizda umuman iloji bo'yicha yo'q, shuncha buni ham yodga olishni qanaqa savol bu? Nima dedi? Tushunmadim. Mana. Shohruxxon qo'shiqlarida ko'p Guli ismi keladi. Ummonchilar sizlarda yoqtirgan qiz bola ismlari shuncha takrorlanadimi? Shohruxxon qo'shiqlaridek yoki doim almashtirib turasizmi? Qarang. Boshqa ma'noda gapiryapti. Shu ism bilan nazar tutib, ismni qo'ydi. U qo'shiqlarni ko'p qaytaradi. Bizda mana qarang. Jasur Mirov masalan faqat ismlar bilan qo'shilsa biz ham bir harakat qilamiz. Ismni qo'yilmas. Shu ism bilan ma'no beradigan gaplar shu ma'nosi bilan. Misol uchun, o dilbar, Sizlar testlarni prosta gap dedi. Nima ismga deysiz? Bu ismman qo'y. Nega? Mana stilistika shu. ism bor. Ma'noli ismlar. Bitta bor. Qaysi? Bir ikkita bor lekin Uni beni. Mana biz oxirisida qo'yadi. bor orasida. Sekin chiqib kelaman, qizlarimiz. Ya, uni benida bor.
Unutmaying. Shu eski aşk. Eski aşk. Sizlar aytgan 7-qavat kechirgan qo'shiqlaringizdagi monologlar mana og'ayni qayerdan olinganligini bilasizlarmi? Bilsangiz. Gap shundaki, mana do'stim yaxshi ko'rgan qizi Bobur ko'chasidagi 67-dom 7-qavatda yashar edi. Do'stim u qizni 67-avtobusga chiqarib uyga kuzatib qo'yadi. O'sha qizni haqiqatdan ham 17 yoshda uzatib yuborishgan. Yana bitta fakt, o'sha qizni Zaksga qora Chrysler limuzin kelgan ekan. Barımca so'rab qo'yib. Ular Shu yerda bizning mahalladan o'tadi. O'sha 67-avtobus. Shunda ko'chamizdan yozdan o'tadigan avtobus. Tasodif ekan-da endi bu. Tasodif. Tasavvur. Endi to'g'ri, ko'p qo'shiqlarda muxlislarni anaqasini eshitib ham yozadi-da. O'zini dardini gapirib beradi. Yoki mana shunaqa qo'shiq bo'lishini xohlayapman degan taklif ko'p bo'lib turadi. Ularni inobatga olamiz, bunaqa o'xshashlikda ko'p bo'lib qoladi. Sayyod.uz saytidan o'qigandim. Shunga Simon guruhi yigitlarga sog'lom bor edi. Men narsani yozmadim. Million jamoasini konsertini ko'rganimda, o'shanda 2014-yil. Gap yo'q deb nom bilan tanilgan 3 ta bolalar chiqib, qo'shiqchilarni ashlasiga hazil qilishgandi. E'tiborlisi, Jahongir Otajonovni ashulasini qo'yishganidan keyin sizlarning ashulalarni qo'yishdi va 5 yil o'qiganlarni chiqarib yorib, petoni bitirganlarni olib kirib ketishyapti deyishgandi. Shunga fikrlarni bilmoqchi edim. San'at nima? Peton nima u? Peton. Anaqada, o'qimaganlar Lipichevskiylarni nazarda tutib gapiradi. Hali o'zingiz ham aytdingiz, shuncha o'qiganlar nima bo'ldi, bularni o'ldingiz, xuddi shunga. Bu men javobni deb qo'ydim. Sizlar javob bo'ling deb so'ragan. Yo'qsiz javob. Endi o'qimaganimizdan keyin nima deyapman? O'qimaganmiz. Omad kelgan. Omadimizga keldi, lekin o'qimoqchimiz. Omad o'qishdanmi? Va o'qidinglar, diplom oldinglar. Keyin qaytadan xonanda bo'lishga harakat qilasizlar? Yo'q, baribir. O'sha narsaga baribir erishib oldinglar. Saviyali, ya'ni anaqa notalar bo'yicha kerak. Dilorom Omonullayevga yoqadigan qo'shiqlar bo'lishi uchun bular institut bitirib, o'shalarni kafedralarda o'qishlari kerak. Dilorom sog'lom tursak, siz o'qishlar. Yo'q, lekin o'rganaman desa odam va uyda o'tirib yaxshi ashulachilar, shular bor, yetib o'rgansa, o'zida ham zo'r ovoz ochsa bo'ladi. Bular ovoz ochish bo'yicha ishlayapsiz. Endi bizda asosan rep yo'nalishida kuylaganimiz uchun unaqa katta e'tibor qaratmaymiz, ochig'ini aytgan. Rep yo'nalishida masalan ashulani hech eslolmayman. Qaysi ashula rep yo'nalishida? Deyarli hammasi. Rep o'zim mana endi bilasizmi? Rep sizda yo'q. Endi bizda yo'q. Rep stilistikasi dan kelib chiqqan. O'zbekistonning o'zi o'zbek shou biznesida repni o'zi yo'q. O'zbek milliy rep. O'zbek milliy sevgi rep. Lekin bizda rep yo'nalishiga qaraladi, o'shaning uchun rep davom etadi. Ko'pchilikka sizlarni juda ko'p yigitlar umuman yoqtirmaydi, lekin hamma yigitlarning tilida sizlarni 10 ta 20 tagacha qo'shiqlari bor. Sizlarni yomon ko'rib qo'shiqlaringizni eshitsa, ularni shunchaki muxlisingiz deb hisoblaysizlarmi, yomon ko'rishni sal hasratga yoyib qo'yasizlarmi? Shu holatda qanday fikrlar? Baho, telefoningizni umuman ochmasi bormi? Yo'q. Telefoningdan ochmasi bormi? Umuman. Mana boshqa shu. Telefoningiz bormi umuman guruhdan? Nechtadan? Borasiz? Sizda-chi? Ikkiga 1, 2, 3. Ham bizda xususan jamoamiz. Biz yigitlarimiz. Biz yigitlikdan o'tib bo'lganmiz. Yosh Bahoni 100 ta bolasi bor. voy biz уже Mana yigitlarda bor ekan. 20 tacha chiqadimi примерно? Qaysi oxirgi ashulasiz borsiz? Albatta, bormi? Yana bor ekan. Xo'p, endi savol rostdan ham qiziq savolda, bir taraflama emasda, faktda ham aytishyapti. Действительно bor. Yomon ko'rsa, yomon ko'rasizmi, yomon ko'rasizmi? Yomon ko'rmaysizlarmi? Yomon ko'radiganlardan olib keling.
shu yomon ko'rishni bir oldingi suhbatda aytdik-ku sizlar bilan yomon ko'rishadi rostdan ham nimaga? Ha, hayron bo'laman. Hozir endi rostdan ham lekin telefonda bor ekan. degan. Biz ham ko'p eshitganmiz ularga. O'zingizlar qanaqa javob berishadi? Javob. Halabis. Ay, молодец. Keyin savol, sen hasadga yo'yasizlarmi shu yerda? Qanaqa hasad qilish mumkin? Bular endi mana bunaqa narsa ham bor. Qanaqadir bir xil bolalarni qizi yaxshi ko'radi bizlarni ashulalarni, lekin ular noto'g'ri tushunadi-da. O'zini yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. O'shanga rashk qiladi qizidan. yaxshi ko'radi deb o'ylaysizlarmi o'sha qizlarni? Endi ular bilan boshqa narsa qilib yurmasak yoki olib qo'ymasak uni qizini. Agar ko'rsangiz boshqa narsa qilsangiz olib qo'yasiz-da. Shunga ular tayyor bo'lishi uchun muxlislarga muxlis ko'zi bilan qaranglar-da, ortiqcha. Qarolaysizlarmi hamisha? Men o'zim javob berishim. Uzr, esimda. Yo'q, gap bunda emas. Siz banzir. Qarolaysizlarmi sizlar? Muxlislarga. Bo'shsizlar baribir. Muxlis. Har doim. Juda ham bir chiroyli to'yga taklif bo'ldi-ku. Strategik o'ylangan, ma'no fikrim bo'yicha. Toshkent fan klublarida bir yigit va bir qiz tanishib qoldi. Ularning munosabatlari shu darajada yetdiki, oktyabr oyida to'y qilishmoqchi. Ularning hammasi sizlar tufayli, sizlar sababchi, sizlar qurilayotgan baxtli oilalar baxt oqshomiga qatnashib, ularning quvonchiga o'z ko'zinglar bilan guvoh bo'lishi xohlami deydi. Axir bunda sizlarning haqqinglar bor deb o'ylayman. Deyishibdi. Borardik, lekin bitta narsani shu yerda ta'kidlab o'tib ketish kerak. Fan klubimizda yo'q. Nega? Umuman yo'q. Qanaqa mana fan klub? Chunki fan klub bilan o'tgan yili juda katta o'yinlar bo'lib ketdi. Juda katta o'yinlar bo'ldi-da. Qanaqa shu joyda? Har xil gap so'zlar bizning orqamizda, masalan, fan klubga rahbar qilib qo'ygan odamlar shu ishlashgan. Bu endi hamma foydalanishgan. O'shaning uchun qulog'imizda tinch bo'la qolsa, o'zligi alohida qolishi. Lekin ishongan odamlar ochish olamizlarmi fan klubni? Qo'llarga ishongan, amin bu bo'lib turganimizni qanaqa? Fan klub demak xosligi kerak emas. Fan klub kerak. Fan klub bor, prosta o'sha o'zligi alohida aniq qilishgan, lekin biz qanaqadir baryer bo'lgani yaxshi demoqchisizlar-da. Bizning aloqamiz bo'lmasa, gap so'z bo'lmasligi uchun o'zimiz fan klub bo'lamiz. Lekin rasmiy prosta boshqa muxlislar xafa bo'lib qolishdi-da. Misol uchun Samarqandlik fan klub bo'lsa, o'tga faqat puli borlarni qo'shishdi-da. Shunaqa ishlar bo'lib ketdi. Mana shunaqa ishlar bo'lgan. Savollar keldi, nima sizlar muxlislarni puliga qarab anaqa qilasizlarmi? O'shaning uchun odam ajratish bo'lib qoldi-da. Xuddi bizni muxlislarni tanlayotgandek biza bo'lib qoldi. Mana shunaqa gaplar bo'ldi, o'shaning uchun muxlis odam o'zi shundoq ham muxlislik qilaveradi-da. Buning uchun fan klub bo'lish shart emas deb o'ylayman men shaxsan. Million, yana million bo'ladi. Qarang, odamlar e'tibor beryapti-da, mana shunga ko'p savol kelyapti. Men faqat o'zim ya bu bunaqa savol har doim bo'ladi. Ko'cha-ko'yda ham so'rashdi. Har doim so'rashadi. Sizlar duet borasida hali rayhon bilan deganda duetga qanaqa bir ma'noli qarab qo'ydinglar, rejada bo'lganmi deyman-da. Bo'lgandi. Lekin ijodiy deydi, kelishoma deydi. Yo'q. Anaqa qilmadi. Qolib ketdi-da. Prosta rejada bo'lgan. 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 Javob bo'lmadi. Anaqa bilan bo'lib ketdi. Munisa bilan bo'lib ketdi, keyin o'sha. Qaysi xorij xonandasi bilan duet bo'lar deydi bu savol. Luzgoy bilan. Qachon tursin bu? Kanchito bilan. Boris Moiseyevov. Sizlar o'zingizlar guruhlardan tashqari boshqa O'zbekistonda eng yaxshi guruh kimni bilasizlar? Eng yaxshi guruh. Deylik, umuman nominatsiyasi bo'lyapti-da, o'zingizlar kecha qo'yasizlar, qaysi guruhga zo'r deb o'zingizlarga bermaysizlar. Unda Afros guruhi zo'r, uni ijod qilish Yaxshi ochalar. guruhi bor. Shu kungacha hayotingizda qilgan eng yaxshi ishinglar va eng katta xatoinglar. Keling, xato to'g'risida gapirishing, men yaxshisini tanladim. Xato. Eng katta qilgan xato edi. Shu bizga kirgan narsa. Xatoyimiz ham. Eng katta qilgan xatoyimiz.
ijod qilishdan oldin mana xato bu sohaga kirishdan oldin o'sha mayda to'g'rilarni odamlarning короче dilini ortganman. Yomon bo'lmaymiz. Sal shunaqaroq bo'lgan. O'qituvchilarni ko'proq dilini ortib qo'yadi. Ko'cha bo'lganmiz. Ya, ko'cha bo'lmagan-da. Endi baribir yigitchilik bo'lib turganda. Hozir endi shu mana shu mashg'ulotga erishgandan keyin hech ular bilan ko'rishdingizmi, shu o'qituvchilaringiz bilan? O'sha dilni ortganlarim bilan yo'q. Imkoniyatingiz bor. Chunki ular o'zi o'qiyotgan davrimizdan o'zida yo'q ketishgan. Yo'q. Ishdan ketishganda, o'shanga ko'rayotgan bo'lsanglar, chindan uzr so'raymiz. Ratsion gaplarga hozir bo'lasiz. Qo'shiq yaratish jarayonida tanalingiz bir-biriga to'g'ri kelmagan vaqtlar ham bo'lganmi? Ziyodadan savol ekan. Ziyoda xonanda Ziyodadan savol. Bo'lganish bilan. Tanalisini o'shaning uchun o'zgarib ketgan. Shularni orasi ham o'zgarib ketgan, sferasi. Tushmagan chunki u pastdan olsa to'g'rilab qolgan, baland bo'lsa chillab qolgan. Bizga to'g'ri keladigan tanalimiz. Keyin unga to'g'rilab, keyin o'zimizga to'g'rilaymiz. O'zingiz Ziyodaga bitta savol ketsaydi. Общий, bitta savol. Hol yo'q, 3 ta bo'la qolsin mayli. Общий bo'la qolsin. Bitta-bittadan 3 ta savol bo'lsin. Mening savolim bu yilgi konsert dasturida o'sha o'tgan yilgi konsert dasturlaridan nimasi bilan farq qiladi? Konsert nimasi bilan farq qiladi? Farqi juda ham ko'proq bo'ladi. Chunki oldin faqat hafsalar mana ko'p bo'lgan bo'lsa, bu yil milliyligiga ham urg'u bergan. Kelajakda farzandlariga ham shu yo'lda ketishga, shu yo'ldan ketishligini xohlaydilarmi? Xohlardim juda ham. Nimaga deganda, san'atkor insondan yomonlik chiqmaydi deb o'ylayman hech qachon. Ko'ngli toza bo'ladi. Xohlamaydi, ravo ko'rmaydi. Bilmadim, endi ularning o'zligiga bor. Men o'zimdan kelib chiqib aytayotganim, men xohlardim farzandim san'atkor bo'lishini. Ani turmush qurishdan oldingi ijodlari yoqarmidi o'zlariga yo turmushdan keyingi ijodlari yoqadi? U ham bu ham. Yigit kishiga 40 ta hunar oz deyishadi. Hozirgi kunda 70 tasi ham kam. Ummon guruhi ijoddan tashqari qanday sohani eplay olishadi? Ijod qilishdan To'g'ri qarabsiz, to'g'ri birinchisi javob berasiz. Menimcha agrarni bitirdingiz. agar bitirdim. Endi ijod qilishdan oldin ham ko'p ishni eplab qo'yganmiz. Masalan, E'tibor nima? Qulog'ingizga yetadi. E'tibor, Yer chopishdan boshlab bu ish qilganmiz. ana bor ekan, bekityapti. Aksarda ham qilganman. Voqeda ham ishlaganman. Yaxshi, mehnatdan Chiqib ham sotganmiz. Ham ish qilganmiz. Sizlar ham ijodga chiqib bozorga chiqib narsa sotganmiz, ustachilik qilganmiz. ya'ni hunaringlar bor ekan-da. Qo'linglar boshqa ishdan. 10 yoshimdan 10 yoshdan muzika. Sizga bittasi savol ham berildi-da, to'g'ri kelishimdan oldin yozmadan ishlamasa, shuni millat to'g'risida deyishadi. o'zbek просто Ko'p turkga o'xshash. Turk deyishadi, mahallangizdan bizani anaqamizda mashhur qo'shnisi degan ro'yxatimiz bo'lardi. Afros o'tkazgan ko'rganida ko'p narsa saytga chiqarmaganmiz. Ko'pchilik qo'shnilar shunaqa narsa aytgan bo'lardim. Mana shu ketadi degan narsalar ham bo'lganda, otasi o'zbek emas deyishdi. Nimaga o'zbek? U dodam tarafdan. Ya'ni o'z ko'rinishingizdan Endi otaxon hisoblanadi-da baribir. Notak o'zbeksiz. O'zbek. Agar qolsangiz bu savol ketmaydi, просто oldin aytib qo'yib, shaxsiy savolda. Shaxsiy hayotga bog'liq savollar o'zingizlarning his-tuyg'ular yuzasidan shuning uchun so'rab qo'yapman. o'zbekmi? Jahongir degan savol beribdi. Ummon Real Madrid fanati ekan. Agar mabodo Real bilan Ummon terma jamoasi o'ynasa, kimga muxlislik qilgan bo'ladi? Realga. Umuman Arabiston. Realga.
bo'sh vaqtingizda break dance yoki shunga o'xshash raqs turlari bilan ham shug'ullanasizmi? Shug'ullanganmiz. Men yaqinda shug'ullanmoqchiman shu. Qaysi bilan shug'ullanasiz? Taqsa bilan. Hip hop bilan. En zo'ri hip hop. Bale. Bale. Chiqarasiz. Kallada aylanadi. O'zbek pachkaga olib chiqsa ya. Millionni ham keragi yo'q lekin. O'zbek milliy taronalar kuylasangiz zo'r bo'larmidi? Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'lar, sal o'xshamay qoladi. Kuylab ko'ramiz lekin. Qaysi Kuylab ko'rganmiz. Shafqat ko'rgan. nega yomon? Yaxshi chiqadi. Estradmaydi. Yo'q, o'zbek milliy. Milliyda unaqa zo'r chiqmadi deb ikkita narsa qilib ko'rganmiz. Ishlash kerak edi. Ustozlarga borsanglar masalan. Ishlash kerak edi. Lekin rejada bormoqchisizlar. Rejada bor. Ketganmiz. Yomon chiqmagan, lekin zo'r ham chiqmagan. Zo'r emas. Odamlarga yoqqan. Men bu savol men o'zim ham bermoqchi edim. Rostdan endi bugun uyga kelib gastrollarga, Qozog'istonlarga boryapsizlar, Rossiyaga boryapsizlar. Ijod yo'lidagi turlanish faqat yo'nalishlar, manieralar bo'yicha emas, balki til borasida ham o'zgarishni xohlaysiz. Masalan, savol berishdi o'sha yulduz qozoq va turk tillarida ham ijod qilsakchi deyishyapti. Qozoq tilini bilmadim, turk tilida sinab ko'rsin. Birinchi uchib turist tilida aytishimiz kerak. Bormi rejada? Rejada bor. Qo'shimlar bor. Yayamiz bu, vakansiya berib. Qo'shimlar ham bor-da, tayyor yozib. Aksar asalimmi? Ha, aytaman. Ketganda yerni qanaqa chopadi, shunaqa chopib tashlaymiz. Mana senga. Siz rus tilida aytib turib bularga o'zbekcha partiyani bormi? Bunaqa qilsa bo'ladi, ro'para bo'lib qolmasmikin deb o'ylab qolamiz. Bir xillar. Ashulalar даже tayyor ashulalar ham bor o'zbekcha. Ikkita Shunaqa ruscha o'zbekcha piligrim masalan. Shunaqa agar mavjud narsada bu masalan umuman guruhning fishkasi to'g'risida so'rashyapmiz. Nima fishkasi? ishga nima edi? Tushunamiz, chiqilligimiz. Tushundim. Chiqilmasa. Qanaqa bu xarakter. Tushunam yetishlar. xarakter qanaqa masalan? Siz xarakteringiz qanaqa? Bu eng sho'xim. Siz Otaxonimiz. Yetenskazovni bo'lsa. Sразу понятно. Haqiqiy ijodkor. Вообще. Mana nihoyat oxirgi savollar. Sovet.com saytidan qaysi loyihalarni doimiy ravishda kuzatib borasiz? O'zi umuman u Kartina. Bitta loyiha. Sayyod.com Umuman kuzatib boramiz. O'zi qanaqa bir loyihalarni bilasizmi sizning saytingizda? Ana 5 bet, keyin 5 bet deyishadi. Keyin mana faxrlanadigan yoshlar bor bo'lib yigitlarni qatnashishni. Nega hamma viloyatda konsert bermaydilar? Kirmagan teshigimiz qoladi. Savol xonadonlarga yakirib Shunaqa bo'ladi, topib kechuradi xonadonlarga. To'p kelsa kirib ketadi. Hamma qatdan berishdi, qayerga bormaymiz. Zohidga bilmayman endi bu lishniy savollar. Faktor bilan ekan, kontaktida Kontaktga yangi kirgani bu. Mariya Xudoyberganova sizga kim bo'ladi? Men hech qachon kontakt nimaligini ham bilmayman. Kontakt saytingiz. Umuman ishlatmagan. Demak, Mariya Xudoyberganova ham tanimaysiz. Yo'q. Mariya. To'g'risi, umuman kirmagan. Yana umuman bu yilgi Varak shouda noan'anaviy sovg'a yutib olgandi. Ana shu sovg'a hozir qayerda? Kimlarga berib yubordinglar? To'g'ri, qattaligini Qidirayapmiz o'zi nima? Qayerdadir ishlayaptilar. O'zi xayrisiga ajoyib narsa tushadi. Oldingizga chiqamiz. yo'q, o'tgan safar zo'r dispyut uydi. Ha, yo'q, bizga tursinchi bo'ldi. Salom, ismim Timur deyishibdi. Guruhda kelishmovchilik chiqqanda undan qanday chiqib ketasiz? Masalan, ashulalarni kam joyini Jasurga bersalaring, bugunga qanday qaraydi? Bo'ldimi dedi o'sha kuni? Bo'ldimi deyman, bo'l. Yo, ijodiy qanaqadir bo'lmaydimi? Bir-biriga ko'rpani tortish qo'llari. Bo'ldimi, shumi deb qo'yaman. Lekin ayturaman. Nabarot o'shanaqa yani to'g'ri xatolarning joylarini aytsam, odamlar tiliga tez tushadi. Kamroq bo'lsa. Ha.
To'g'rimi o'rta? Nabarot yo'qadi. Yaxshi chiqadi lekin. Gap usunasida emas. Sizlar ikkalangiz ishonasizlar bularga. Taqsim degan narsa demak shu to'g'ri, demak shunaqa bo'lishi kerak. Endi bir xil paytlar bo'ladi, hamma o'zi taqsimda bo'ladi. Men o'zim Aytadi, o'zini joyi bo'ladi, mana taqsimda o'g'illari, o'zlari deb beradi. 8 qator turadi. Xohlasa u yotaradi, xohlasa bu yotaradi. Ikkinchi kupletdan xuddi shunaqa. Birinchisini tanlashiga qarab, ikkinchi kuplet beriladi. Ijodiy kelishmovchilik tushunarli, ya'ni narada kurslarida bo'lgan, lekin umumiy kelishmovchilik hozir bugungi dunyoda aka-ukaga kelishmayapti. Biz uni urushib yurmaymiz. Kamdan ijoddan Kelish. Ijoddan tashqari holatlar yo'q. Bundan tashqari chiqib turamiz. Bo'lsa ham baqir, chaqir bo'ladi, baribir, bo'l. Asosan kim muammoli sizlarda? Asosan kim muammoli? Hammadan muammo bo'lib turadi. Aynan bitta odam yo'q muammo. G'ulomjon Yoqubov va Murojaat Yo'lchiyeva tomonidan sizlarning muojat tomonangiz kuylanganiga javoban G'ulomjon Yoqubovning Dilora taromasini kuylamoqchiligingiz rostmi va bu ijroni qachon? Rost. Xudo xohlasa, kuylaymiz endi. Kuylaymiz lekin qachonligi noma'lum. Bir kun emas, bir kun. Lekin juda ko'p emas, menimcha. Xudo xohlasa mana shu yil Nega G'ulomjon aytib Murojaat Yo'lchiyevaga Slavov? Slavov. O'zinglarni yo'nalishida qarab. Bizilib qoladi ham shu. Ular xuddi bizmasdan aytishdi. Ularda bo'li chiroyli ochdi. Ay, Jaz etishi mumkin lekin. Farruh Andijondan savol beryapti. Qachon ijodni to'xtatasizlar? vaqt soat keyin to'xtatamiz. Vaqt soat keladi, bitta to'xtatamiz. Bittada. To'xtaydi baribir. Shu vaqt keladi, shu oxirgi Hamma narsa ketib oxirida ketadi. to'xtaydi baribir. Biznes ochib bo'lgandan Qo'zg'ol oqqodib bilan Shohrux Isamuhamedovni Odnoklassnikidagi profilni olotlik bola o'g'irlab olganmi? yo'q, Odnoklassnik o'zim qo'llarim bilan ochib tashlaganman. Faqat ofitsialni stranичка bor. Sizlar Odnoklassnikida yo'qsiz. Yo'q. Siz ham so'rashib qo'yasiz, Muhammad To'g'ri. Faqat Instagram va o'sha Odnoklassnikda Kontaktlarda Facebook, Twitter yo'q. Qaysi qo'shiqlar o'zingizga yaqin, o'zingizlarning qo'shiqlardan muxlis bo'lib maza qilib eshitadigani bormi? Masalan, endi hammasini o'zini vaqti bor, chiqqan paytlar. Mana endi yig'ilib o'tishdi. Kechirganda bo'lishdi. Hamma yerga eshitadigani Eski emas shekilli. Endi yig'ila shu o'tgan yilda shu. Yangi eski ashulalardan hali eshitadigan odam tundan kun ketdi degan ashulamiz. Haligacha yoqadi. kechirgin Maza qilib eshitadi. Kechirgan. o'sha 7-hafta. Hali savol bor Shu shu yoq yoqda. Sizlar rasmiy saytingiz bormi? Bor edi. Lekin o'sha ustida hozir Ishlamayapti. O'zi hech qaysi xonadagi manimcha ruginni bo'lmasa kerak saytini egilish. Baribir hamma boshqa saytga kirsa, общий umumiy saytga kirsa. Qolib ketaveradi-da, bor. Yengilliklar baribir birinchi o'zimizda chiqmaydi. O'zingizdan oturishgansini chiqtirgan bo'ladi, boshqa saytda chiqtirgan bo'ladi. Nega bu oqshom meni qiynaydi, yuragim o'zimga bo'ysunmaydi. Nega chiroq o'chmaydi xonangda yarim tunda haq. O'tiraman tog'ingdan bekatda, sen turasan 7-qavatda. O'zi yuragingda qoldimi oramizdagi o'sha tuyg'u. Keldi qish sen bilan birga, keldi bahor sen bilan birga, o'tdi yoz sen bilan birga, keldi kuz xazonlar bir afsus. Bo'lmaymiz yuzma-yuz yoki yonma-yon yog'ganda yomg'ir bog'larda loylarni ustidan qo'l ushlashib o'tmaymiz. Narigi tomon bo'l omon.